Assalomu alaykum. Zavqiy xayriya jamoat fondini kuzatib turgan barcha aziz do'stlarimiz, mana ekran qarshisida Abdulatif Turdaliyev ustozni ko'rib turibsizlar. Biz mana domla bilan bu domla Zavqiy xayriya jamoat fondida Olimjon domla boshchiligida ko'p kitoblar chiqarilgan, nashr ettirilgan. Lekin Zavqiy xayriya fondini bir jamg'armadan xayriya fondga aylantirilib va bu fondni biz shaxsan bizni ishtirokimizdagi nashr etilayotgan birinchi kitob bu. Shuning uchun biz hayajondamiz, to'g'risi. Juda xursandmiz. Domla, assalomu alaykum avvalambor. Kitoblar qutlug' bo'lsin endi. Rahmat, salomat bo'ling. Mana shu kitob haqida ozgina bizga ma'lumot bersangiz. Bu kitob 19-asrning ikkinchi yarmi va 20-asrning birinchi choragida yashab ijod etgan zabardast o'zbek olimi, adibi, tabibi, shoir, muarrix Mahmud Hakim Yayfoniy hayotini va uning asarlarini ta'rifi tadqiqiga bag'ishlangan asardir. Bu kitob haqimizning o'tmishda o'tgan buyuk allomalar Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino faoliyatlarini yangi davrda muvaffaqiyat bilan davom ettirgan olimning mashaqqatli mehnati evaziga dunyoga kelgan asarlarini hammasini yig'ib, shular haqida o'quvchiga kengroq ma'lumot berishga harakat qilganmiz. O'ylaymanki, Mahmud Hakim Yayfoniyning umri davomida yaratgan 14 ta asaridan hozirgi kungacha 7 tasi bizgacha yetib kelgan. Qolgan asarlari ham topilib, ularni keng ko'lamda tadqiq etib, xalqimizga, kitobxonlarga yetkazsak, ayni muddao bo'lar edi. Domla, kitobda Mahmud Hakim Yayfoniy hazratlarining g'azallari ham berilgan. Albatta, bu avvalo bu tadqiqotning birinchi qismida, monografiyada olimning hayot yo'li, uni haqidagi fikrlar, uni turli davrlarda yozgan asarlarining tahlili va tavsifi berilgan. Kitobning ilova qismida Mahmud Hakim Yayfoniyning umri davomida yaratgan she'rlar devoni bor. Devoni Hakimiy deyiladi. Mana shu devoni Hakimiyni saylanmasini shu ilovaga kiritdik. Bu ilovada mutafakkir olimning tafakkur olami bilan tanishamiz. Uning sharq she'riyati an'analarini, xususan Alisher Navoiy, Mirzo Abdulqodir Bedil, Furqat kabi ulug' shoirlarning ijodiga ergashib yaratgan go'zal g'azallari o'rin olgan. Bu asarlar o'ylaymanki, har bir g'azalxonni, she'riyat muxlisini loqayd qoldirmaydi. Yana bitta o'zbek shoirining ham boshqa ishlar bilan band bo'lishiga qaramay, bir vaqtning o'zida 300 dan oshiq g'azal yaratib, o'zbek tilini boyitganligi tahsinga sazovordir. Mana shu asarlarni o'quvchilar mutolaa qilinsa, o'zbek adabiyoti, asosan uning 20-asr boshidagi holati haqida yetarli darajada ma'lumot beradi. Odamlarga badiiy zavq beradigan, fikrini yuksaltiradigan asarlar deb hisoblayman. Xudo xolasa, domla, sizni boshchiligingizda bu kitobni taqdimotini o'tkazamiz inshaalloh. Qo'qon shahrida, mana rahmatulloh aka ruxsat bersalar, Allomalar muzeyida. Keyin xudo xolasa O'zbekiston tumanida ham o'tkazamiz, domla. Albatta, uning yurtida boshqacharoq bo'lishi kerak. Ya'ni o'z yurtingdan o'zingga salom degandek, o'z yurtiga borib, qadrdon o'shalarida odamlarning u haqidagi gaplarini keltirilsa, ular o'zlarini shu olim haqida, shu shoir haqida bilgan ma'lumotlarini bilan o'rtoqlashsa, bu nur ustiga nur bo'lgan bo'lar edi. Domla, 7 ta asar qolgan dedingiz, Mahmud Hakim Yayfoniyning. Hozir birortasi o'sha tarjima qilinganmi? O'sha turkiy tildan forsiy tillarda ijod qilishganda bu kishi. Mahmud Hakim arab va o'zbek tillarida, ya'ni turkiy tilda ijod qilgan. Hozirgi forsiyada ijod namunalari hozircha uchragan emas. Lekin mana shu
o'zbek tilida, turkiy tilda yaratgan Tariqul iloj asari. Davolash usuli deyiladi. O'zbek tilida yozilgan. Mujarraboti Mahmudiy deyiladi. Mahmud tajribalar. Ya'ni o'zi ixtiro qilgan dori-darmonlar haqidagi asari. Keyin Xullas Tavarix, ya'ni tarixlarning sarasi degan kitobi bor. Bu Qo'qon xonligi tarixini yoritishda juda muhim manbalardan hisoblanadi. Bu ham o'zbek tilida yaratilgan. Qissai Abu Ali Sinoiy turkiy deyiladi. O'zini ulug' ustozi deb bilgan Abu Ali ibn Sino haqida nasriy usulda Abu Ali ibn Sino qissasini ham yaratgan. Bu ham o'zbek tilida. Ular asarlarni ko'pini o'z himmati bilan, o'z xarajati bilan Qo'qondagi va Toshkentdagi bosmaxonalarda tosh bosma usulida chop etilgan. Bugungi lotin tiliga o'girilmagan hali domla kitoblari bu kishini. Bu Mahmud Hakim asarlarining ilk nashri deb hisoblasa bo'ladi. Mana shu kitobda. Mana shu kitob. Ana. Undan ilgari bu odamning asarlari hech qayerda nashr etilgan emas. Birinchisi demak. Birinchisi. Masalan, Qonunul iloj kitobi siz aytgandek arab tilida yozilgan boshdan oxirigacha. 1929-yilda. Qolgan asarlari o'zbek tilida. Bu Madanul adviya deyiladi va hokazo. Keyin noyob turkiy hikoyalar degan asar ham bor, lekin bu bizgacha yetib kelmagan. Ko'z kasalliklariga oid Munavvarul absor, ya'ni ko'zlarning nuri degan asari bor. Bu ham topilgan emas. Ayrodi Zaynabiya deb qizlariga bag'ishlangan asar yozganlar, u asar ham hozirgacha topilgan emas. Biz bu kitoblarni targ'ib qilishdan, ular haqida taqdimot o'tkazishdan maqsadimiz ham asosan shu uning qolgan asarlarini ham izlab topish xalq orasidan. Ularni tadqiq etib kitobxonlarga yetkazish mana shu tadqiqotlardan, mana shu taqdimotlardan ko'zda tutilgan maqsad ham shu. Ya'ni bitta bir buyuk zabardast allomaning hayoti, ijodi haqida odamlar shu kitob orqaligina hozirgacha ma'lumotga ega bo'ladilar. Bundan keyingi tadqiqotlarga bu kitoblar asos bo'lib, foydavor bo'lib xizmat qiladi deb hisoblayman. Xudo xolasa, albatta u qo'lyozma kitoblar juda kam yoki tosh bosmada chiqqan bo'lsa ham, agar turkiy, arab tillarida chiqqan bo'lsa, faqat til biladiganlar o'qiy olishi mumkin-da. Xuddi shunaqangi. Mana bu kitobni bo'lsa, hozir Kiril arab alifbosida, lotin alifbosidagilar bemalol o'qib, Mahmud Yakim Yayfoniy hazratlari haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Buning uchun sizga katta rahmat aytamiz, domla. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Shu hozir o'zingiz aytib o'tgan qolgan kitoblarni ham nashr ettirib chiqarish sizga nasib qilsin. Sizni yoningizda mana Rahmatullo aka, biz mana Yorqinjon hammamiz turib, yoningizda xizmat qilish bizga nasib qilsin. Muborak bo'lsin yana bir bor kitob, domla. Rahmat. Sog' bo'ling. Men ham sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Mana Rahmatullo kitobni yuzaga kelishiga katta mehnatlarini sarfladilar. Mana siz Zavqiy xayriyat jamoat fondi bu ishga qo'l urganlaring behisob minnatdorchilik bildiraman. O'ylaymanki, bu hamkorligimiz yana davom etadi. Shunday xalqimizga ma'naviy ozuqa bo'ladigan, fikrini yuksaltiradigan asarlarni nashr etib xalqimizga yetkazishga yana bu ishimizni davom ettiramiz. Katta rahmat, domla. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Taqdimot kunini e'lon qilamiz, xudo xolasa, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarda kuzatuvchilarimiz. Sog' bo'linglar, rahmat.